Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga mana shunday yumshoq bo'lib pishadigan bulochkalarimizni pishirib ko'rsatib beraman. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Bunga kerakli bo'lgan mahsulotlarimizni hozir videoda ko'rsataman. Bu mahsulotlardan yumshoqgina xamir olamiz. Xamirni olib, ustini yopib 2 soatga dam oldiramiz. Dam olgan xamirimizni yana yaxshilab mushlab mushlagandan keyin ustini yopib yana 1 soatga dam oldiramiz. Bir soat o'tgach xamirimiz yaxshi ko'tariladi. Ko'tarilgan xamirni teng 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Menda bugun rogalik ko'rinishidagi bulochka bo'lgani uchun xamirni birinchi 4 bo'lakka bo'laman. Keyin har bir bo'lagidan yana 8 bo'lakka bo'lib, rogalik ko'rinishida o'rab olaman. Mana bu ko'rinishda 8 bo'lakka bo'lib oldim. Ichiga xohlagan nachinkangizni solishingiz mumkin. Menda bugun varyona sgushenka. Xamirlarimizni hammasini o'rab chiqdim. Yana ustini yopib dam oldiraman. Dam olgan xamirimizni ustiga tuxum surtamiz. Mana bu ko'rinishda dam oldi. Tuxumlarimizni surtib duxovkaga 15 daqiqadan pishirib olamiz. Va mana bu ko'rinishda bulochkalarimiz pishib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.